بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aldı bilen alemlerinin Rabbi, uluk perverdigarimiz, Rabbimiz, mehriban igimiz Allah Subhanahu ve Teala'ga pak hamdu sana ve yolbaşçımız Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge en pak durut salamlarımızı yollagan dekin. Qadirli qeyrindaşlar, Vahiy Penceresi programımızın 30. sanaga kelgininglarni chin qalbimdan qarshi olaman. Hammalarga ma'lumki, biz bu programımızda İslam şehidi Seyyid Qutb rahimahullah'ның Fi Zilalil Kur'an, Kur'an sayesinde namlıq tefsirinin birinci parisini diqqatinglarga sunup kelayotgan edik. Hammalarga ma'lum bo'lgandek, biz ilgariki sonlarimizda tugatgan mavzurimiz, tugatgan oyatlar bo'lsa, Sura Baqaraning 123 oyatigacha bo'lgan oyatlarning sharhlarini diqqatinglarga sunib o'tdik. Inshaalloh buningdan keyingi yana shu bir para Sura Baqaradan bir para tuguvchi bo'lgan oyatlar bo'lsa, inshaalloh 124-oyatdan 141-oyatgacha. Shuning uchun biz bugungi sonimizdan boshlab Baqaraning 124-oyatidan 141-oyatigacha bo'lgan oyatlarning sharhisi bilan tanishib o'tamiz. Qadirli qeyrindaşlar, Cenab-ı Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'dan bizge en menfaatlik ilim ata qilishini, anlığanlarımızdan menfaatlanadigan şuur, menfaatlanadigan itiqad, iman ata qilishini Rabbimizdan tuvanchilik bilan tilaymiz. Aldı bilan 124-oyatdan boshlab 141-oyatgacha bo'lgan bu güzel Rabbimizning kalami, Rabbimizning so'zlariga arabcha holatda quloq solaylik. Undan keyin qisqacha ma'nosini beramiz va shundaqla buni sharhlagan holatda mengamiz. Mikrofon oldida qarindoshlar Abdullah Yalqun. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Yuqoridagi oyatlarning qisqacha tarjimasi.
Öz vaqtida İbrahimni Parvardigori bir qancha amirlar, ya'ni shariat takliflari bilan sinadi. İbrahim ularni bajo keltirdi. Allah onunğa seni çoqum kishilarga dinda peshvo qilaman dedi. İbrahim alayhissalom mening bir qism avlodimni peshvo qilsang dedi. Allah mening peshvo qilish ahdimga zolimlar, ya'ni kofirlar erisholmaydi dedi. O'z vaqtida biz Ka'bani kishilar uchun jam bo'ladigan joy va aman joy qilib berdik. Kishilarga maqomi İbrahimni namozgoh qilinglar, ya'ni shu yerda namoz o'qinglar dedik. İbrahim bilan İsmoilga uyimni, ya'ni Ka'bamni tavob qilguvchilar, itikobda o'ltirguvchilar, ruku qilguvchilar, sajda qilguvchilar uchun pok tutishni buyurdik. O'z vaqtida İbrahim, Parvardigorim, bu yerni, ya'ni Makkani tinch shahar qilib bergin. Aholisidan Allohga va oxirat kuniga iymon etganlarni turlik mevalar bilan rizqlantirgin dedi. Allah kafir bo'lgan odamni rizqdan ozg'ina muddat, ya'ni hayotligida bahramon qilaman. Ondan keyin uni oxiratda do'zaxga haydayman dedi. Bu nima degan yomon oqibat? O'z vaqtida İbrahim bilan İsmoil Ka'baning o'lini qo'pirib o'tib, Parvardigorimiz, bizning xizmatimizni qabul qilgin. Sen haqiqatan duoyimizni anglab turg'uchisan, niyatimizni bilib turg'uchisan. Parvardigorimiz, ikkimizni o'zingga itoatman qilgin. Bizning avlodlarimizdanmi o'zingga itoatman ummat chiqargin. Bizga hajjimizning qoidalarini bildirgin. Tavbimizni qabul qilgin. Chunki sen tavbani nihoyat qabul qilguvchisan, nihoyat mehribonsan. Parvardigorimiz, ularning ichidan oyatlaringni ularga tilovat qilib beradigan kitobingni, ya'ni Qur'onni, hikmatni, ya'ni pok sunnatni ularga o'rgatadigan, ularni mushriklik va gunohlardan pok qiladigan bir payg'ambar avatgin. Haqiqatan sen g'olibsan, hikmat bilan ish qiluvchisan dedi. O'zini ahmoq qilganlardan boshqa kim İbrahimning dinidan yuz o'riydi? Haqiqatan biz uni bu dunyoda payg'ambarlikka tanladik. Shak shubhisizki oxiratda u yaxshilar qatorida bo'ladi. O'z vaqtida Parvardigori uningga Parvardigoringning amriga itoat qilgin dedi. U olamlarning Parvardigoriga itoat qildim dedi. İbrahim va Yaqub o'z o'g'illariga vasiyat qilib, "Ey o'g'illarim, Allah sizlarga mushu dinni, ya'ni islom dinini tanladi. Faqat musulmon petinglarcha o'linglar. Ya'ni iymoninglarda mahkam turinglar, toki iymon bilan ketinglar" dedi. Yaqub jon uzayotgan vaqtida sizlar yenida bormidinglar? Shu chaqda Yaqub o'g'illaridan, "Men o'lgandan keyin sizlar kimga ibodat qilasizlar?" deb so'radi. Ular, "Sening ilohing va ota-bovularing İbrahim, İsmoil, İshaqlarning ilohi bo'lgan bir Allohga ibodat qilamiz. Biz uningga itoat qiluvchimiz" dedi. Ular o'tgan bir ummatdir. Ularning amallarining savobi o'zlari uchundir. Sizlarning amalinglarning savobi o'zinglar uchundir. Ularning qilmishiga sizlar javobgar emas. Ular Yahudi yoki Nasara bo'linglar, to'g'ri yo'l topsizlar deydi. Undaq emas. Biz İbrahimning islomga uyg'un diniga ergishimiz. U mushriklardan emas edi degin. Aytinglar ki, Allohga iymon etdik. Bizga nozil qilingan vahiyga, İbrahimga, İsmoilga, İshaqqa, Yaqubqa va uning avlodlariga nozil qilingan vahiyga, Musoga berilgan Tavratga, Isoga berilgan Injilga va payg'ambarlarga Parvardigori tarafidan berilgan kitoblarga iymon etdik. Ulardan hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni Yahudilar va Nasoralarga o'xshash, ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisini inkor qilmaymiz. Biz Allohga bo'ysunuvchilarimiz. Agar ular, ya'ni ahli kitob sizlar iymon etgandek iymon etsa, albatta to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular iymondan yuz o'risa, sen bilan adovatda bo'lgan bo'ladi. Ularga qarshi Alloh sana kifoyidir. Alloh ularning so'zlarini anglab turg'uchidir. Hili mikrini bilib turg'uchidir. Allohning dinida ching turinglar. Allohning dinidan yaxshi kimning dini bor?
Biz Allohga ibodat qiluvchilarmiz. Biz bilan Alloh to'g'riliq munozirlashamsizlar. Halbuki u ham bizning Parvardigorimiz, ham sizlarning Parvardigoringlardir. Bizning amallarimiz o'zimiz uchundir. Sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchundir. Biz Allohga sodiqmiz degan. Yoki İbrahim, İsmail, İshaq, Yaqub va uning avlodi Yahudi edi yoki Nasara edi demsizlar. Aytqinki, ularning qaysidan ekanligini sizlar obdan bilamsizlar yoki Alloh obdan bilamdi. Qo'lida Alloh nozil qilgan dalil isbot turib, uni yoshirgan odamdan zolim kim bor? Alloh sizlarning qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ular o'tgan bir ummatdir. Ularning amallari o'zlari uchundir. Sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchundir. Ularning qilmishiga sizlar javobgar emas. 124-oyatdan 141-oyatgacha bo'lgan bu oyatlarning qisqacha tarjimasi mush yerda tugaydi. Endi suraning oldingi bo'limlarida umuman Yahudilar az miqdorda xristianlar tilga ilinish bilan birga Musa alayhissalomdan tortib Muhammad alayhissalomga qadar bo'lgan Bani Isroil payg'ambarlarining qilgan ahdilariga va bergan shar'iy hukmlarga nisbatan Yahudilarning tutib kelgan pozitsiyalari va amal tarzlari ustida to'xtalgan edi. Hamda yana ahli kitoblar bilan bo'lgan munoqishalarning jarayon shakli izohlab berilgan bo'lib, bu jarayonda mushriklarning nurg'un jihatlarda ahli kitoblar bilan o'rtaq harakat qilishganligi oydinlashtirib berilgan edi. Amdilikda oyat karimning yo'nalishi Musa alayhissalomning davridan ilgirki davrlarga, ya'ni Ibrohim alayhissalomning davriga yetkazildi. Oyatning jarayoni İbrahim alayhissalom qissasining zo'r ahamiyatini namoyon qilib beradi. Chunki Madinadagi musulmonlar bilan Yahudilarning orasidagi xilma-xil munozara, ixtiloflarni oydinlashtirib berish uchun İbrahim alayhissalomning qissasi nihoyat muhim rol o'ynaydi. Ahli kitoblar nasab e'tibori bilan Ishaq alayhissalom orqali İbrahim alayhissalomga tutishadi. Ular o'z nasibining İbrahim alayhissalomga tutishadiganligini va Allohning İbrahim alayhissalom avlodlariga rahmat bilan barakatni va'da qilganligini ilgari surib faxrlanadi. Shunga o'zlarini hidoyat ustida hisoblab jannatning huddigarlari bo'lib olishgan edi. Amalining qanday bo'lishiga qaramay butun fazilatni o'ziga ta'alluq sanaydi. Quraysh qabilasining yildizimi İsmail alayhissalom orqali İbrahim alayhissalomga tutishadi. Ularmi o'z nasibining İbrahim alayhissalomga bo'lganligidan Baytullohga qarash va uning remont ishlariga mas'ul bo'lish sharafiga sazovor bo'lgan edi. Hamda shu vajidillah butun arablarning diniy jihatda imtiyozliq, ustun, sharaflik o'rinda turadi. Buningdan ilgari Qur'oni Karim Yahudilar bilan Nasoralarning jannat haqidagi da'volari ustida to'xtalib, ularning hatto Yahudi yoki Xristian bo'lmaganlar jannatga qat'iy kirmaydi deb yurishdiganligini bayon qilgan edi. Hamda yana bir joyda musulmonlarni Yahudi yoki Xristian qilishga urinishlarini mutilg'i elib, Yahudi yoki Nasara bo'lsanglar hidoyat topsizlar degan so'zlarni naql keltirgan bo'lib, buningdan boshqa yana ba'zilarning masjidlarda Allohning nomining yod qilinishini to'sadiganligini va masjidlarni xarob qilishga urindiganligini aytib bergan edi. Shu joyda biz bu ishlarning qibla o'zgarish voqeasiga munosabatli ekanligini, chunki Yahudilarning dal shu chaqda islom jamoatiga qarshi razil suiqasdlik hujumlarini qilishga boshlaganligini aytib o'tgan edik. Amdilikda bo'lsa, intayin munosib bir shaklda Hazrati İbrahim, İshaq va İsmail alayhissalomlar shundaqla Baytullohning bino qilinishi va uning islomning simvoli ekanligi haqida so'z qilinmoqda. Bu orqali Yahudilar bilan Xristianlarning payg'ambarlarning nasab shajarasi haqidagi asossiz da'volarni echib tashlab, asli haqiqatni kishilarning zihniga yerlashtirish hamda qiblaning o'zgarishiga doir masalalarga hukm chiqarish ko'zda tutilmoqda. Bu yerda yana İbrahim alayhissalomning xolis tavhid dinini oydinlashtirib beriladi. Ahli kitoblar bilan mushriklar o'ydirib chiqqan nachar aqida, xato yo'llarning islomning tavhid aqidasi bilan qilchi munosabati yo'qligini
balki dal aksicha Hazrati İbrahim, İshaq, İsmail va Yaqub, ya'ni Isroil alayhissalomlarning dini bilan musulmonlarning e'tiqodi o'ttirisida, jumladan bu oxirgi dini o'ttirisida hech bir farq yo'qligini aytib beradi. Chunki Allohning dini har doim birla bo'lib kelgan. Bütün payg'ambarlarning vazifasi mu o'xshashli birla bo'lib, qandaqdir biror qavm yoki jamoatga xos emas. Dinni hech kishi monopol qilib olmaydi. Bu degan bir e'tiqod, mu'min qalbining birdan bir boyligi, qarg'u asabiyatlar bilan uning hech qanday aloqasi yo'q. Bu shunday qimmatli meroski, hargizmi qon va nasab rishtasiga ko'ra bo'lib berilmaydi. Balki iymon va e'tiqodning rishtasi ustiga tiklanib turadi. Shunga qandoqli kishi bu dinni qabul qilib, uni mahkam asraydi ekan, mayli u qaysi jamoat, qaysi millatga taalluq bo'lishidan qat'i nazar, bu da'voning eng haqli sohibi hisoblanadi. Chunki din faqat Allohningdir. Allah bilan hech bir bandaning qon qarindoshlik, qavm nasabdoshlik rishtasi bo'lmaydi. İslam e'tiqod tasavvurining eng muhim asoslarining bir qismi bo'lgan bu haqiqatlarni Qur'oni Karim o'zgacha ajoyib ifoda uslubi bilan ochiq bayon qilib beradi. Bu yerdagi bayon uslubi o'zgacha badiiy, fasohatlik bo'lish bilan birga so'z va mazmun tartibi bilan nihoyatda bog'lanishliq. Oyat karima bizga dastlabda İbrahim alayhissalomning Alloh tarafidan sinalganligini va sinoqdan o'tgandan keyin shuning natijasi sifatida olamning peshvosi bo'lib tanlanganligini aytib beradi. Ondan islom ummatining Muhammad alayhissalomning payg'ambarligi ostida maydonga kelishini İbrahim alayhissalom bilan İsmoil alayhissalomlarning Baytullohni bino qilish jarayonida qilgan duosining ijobat bo'lganligiga bog'laydi. Şunu bu ilahi amanetke İbrahim aleyhisselamның bütün avlodlari emas, belki şulardan ma'lum bir qismininla haqliq bo'lganligi, e'tiqod mirosiga varis bo'lish uchun payg'ambarga puxta iymon keltirib, hukmiga qat'iy bo'ysunish shart ekanligi tushuntiriladi. Bu tarixiy haqiqatlarni bayon qilish jarayonidagi ifoda uslubidan islomning hukm e'tibori bilan Alloh taolaning oldida bosh egish ekanligi, eng dastlabki payg'ambardan tortib toki eng oxirgi payg'ambarga qadar hammaylarning ashu birli ishga da'vat qilib kelganligi aytib beriladi. İbrahim alayhissalomning e'tiqod nazariyasi mu dal shu bo'lib, uningdan keyingi İsmoil, İshaq va boshqa payg'ambarlarning e'tiqod harakati mu dal shuningdan iborat edi. Ular bu e'tiqodiy omonatni Musa va İsa alayhissalomlarga topshirgan bo'lib, İbrahim aleyhisselamның bu mirasıga ahirida islom ümmeti varislik qildi. Kim bu itiqad aqidada mahkam bo'ladigan, dal ashu kishi İbrahim aleyhisselamның ruhani varisi bo'lgan bo'ladi. Dal ashundaq kishilar Alloh tarafidan İbrahim aleyhisselamga qilingan va'daga haqliq va xush xabarlarga loyiq bo'lgan bo'ladi. Qandaqki kishi islomga bo'yintovlik qilib o'zini İbrahim alayhissalomning yo'lidan yiroq tutadigan, u Allohning va'dasiga haqliq bo'lmagan, shundaqla oldin berilgan bishorat va xush xabarlarga loyiq bo'lmagan bo'ladi. Mana bu yerga kelganda Yahudilar bilan Nasoralar biz İbrahim alayhissalomning avlodlari va uning xalifalari bo'lg'achqa Allohga yaqin eng suyumli qavmlarimiz degan da'vosi butunlay kuchdan qoladi. Chunki ular tavhid aqidasini yo'qotib qo'yish bilan tangla İbrahim alayhissalomning varisligidan mahrum bo'lib bo'lgan. Bu yerda yana Quraysh qabilasining Baytullohga qarash va remont qilish huquqiga biz ega deydigan da'volarimi bitkit bo'ladi. Chunki ularmi bu muqaddas joyning eng dastlabki peshvosi İbrahim alayhissalomning ruhoniy mirosiga osiylik qilgan. Shuningdek Yahudilarning biz Baytul Muqaddasdan iborat qiblining xo'jayinlari, musulmonlarmi Baytul Muqaddasni qibla qilib namoz o'qishi lozim degan da'volari yo'qqa chiqadi. Chunki Baytulloh ularning bovisi İbrahim alayhissalomning qiblasi bo'lganligi yuzidan ularning qiblasi hisoblanishi lozim.
bu barliq mazmunlar intayin güzel, hayron qolarliq shaklda nurg'unlagan badiiy ishoralarga, shundaqli ma'nisi intayin chunqur, odamni tafakkurga undaydigan ajoyib ta'sirli tushuntirishlarga to'lgan bo'lib, endi biz bu ajoyib badiiy fasohatli kalom uslubiga tövendeki ishoralar orqali tafsiliy qarab chiqamiz. أخرى المراقي يعز علي ترك الحب عندي. Qadirli qarindoshlar, vaqt munosabati bilan bugungi vahiy panjarasi programmamizning 30-soni mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh Alloh umr bersa, kelar qatimqi yangi bir son programmamizni ko'rishgacha sizlarni ana shu janobi Rabbimiz Alloh subhanahu va taolaga topshiraman. Qadirli qarindoshlar, har qatim aytib kelayotganimizdek, bütün dünyadaki barliq qarindoshlarlar uchun, shundaqla kamina ojiz uchun ijobatli duolaringlarda duo qilib qo'yishinglarni chin qalbimdan umid qilaman. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Wassalamu alaykum va rahmatullahi ta'ala va barakatuh. رجائي على خوف فمن خوفي مذاقي ومن عرف المحبة عن يقين حرام أن يميل إلى فراقي وكيف أحب غير الله يوما وليس سواه في الأكوان باقي